ألف باء تاء ثاء وكذا جيم حاء خاء وحروف من نور مازت قرآنا بحروفه جاء باللغة العربية نفخر. Arab tilini o'rganishlikda boshlang'ich nahvdan birinchi darsni boshlaymiz. Demak, sarf bu so'zlarni tuzilishi, qanday tarkib topishligini o'rgatadigan fan bo'lsa, o'zbek tilida bu morfologiya. Endi nahv esa bu arab tili grammatikasiga aytiladi. Ya'ni so'z emas, balki endi gap, jumla qanday tashkil topadi va undagi o'zgarishlar haqida so'z boradi. Misol uchun, siz qaro'a yoki iqro fe'lini eshitgansiz. Shu kabi Muhammad, dars bular ham arab tilidagi so'zlar. Endi o'zidan biror ma'no anglatgan so'zga arab tilida kalima deyiladi. Ya'ni so'z arab tilida kalima degani. Endi bu kalimalarni birisini ikkinchisiga qo'shsak-chi? Misol uchun, qaro'a Muhammadun ad-darsa. Mana bu 3 ta so'zdan tashkil topgan jumla bo'ldi. Ma'nosi Muhammad darsni o'qidi. Fe'lni oxirida fatha a unlisi bo'ldi. Muhammadni oxirida tanvin, ya'ni dommali tanvin bo'ldi. Va to'ldiruvchi bo'lgan ad-darsa so'zining oxirida esa fatha, ya'ni a unlisi bo'ldi. Mana shu bilan gap tuzildi. Mana shunday biror fikr va maqsadni anglatish uchun bir necha kalimadan qo'shilib yasalgan so'zga arab tilida kalom yoki jumla deyiladi. Bir jumlada eng kamida 2 kalima so'z bo'lishligi kerak. Misol uchun, ikkita so'zdan tashkil topgan jumla. Mahmudun mujtahidun. Mahmud bu bir kishi, o'sha tirishqoq ekan. Mujtahidun tanvin bilan kelyapti, xabar beryapti. Birinchisi mubtada deyilsa, ikkinchi so'zni nomi, mana bu nahv fanida xabar deyiladi. Biri fe'l, ikkinchisi ism bo'lishi ham mumkin. Bunga misol namal valadu. Nama bu o'tgan zamon fe'li, uxladi. Al valadu alif lam qo'shilyapti, aniqlik artikali. Bola uxladi. Ammo fe'llarni o'zidan yoki harflarning o'zidan jumla yasab bo'lmaydi. Shu joyda bir qoida. Jumla bo'lishi uchun 2 yoki undan ortiq kalimadan yasalib, o'zidan bir fikrni anglatishligi kerak. Endi noaniq kalimadan, 2 noaniq kalimadan yasalgan ya'ni so'zlar ham bor. Bu javob tarzida ishlatiladi, ammo to'liq jumla bo'lmaydi, noaniq jumla bo'ladi. Bunga misol qalamut tilmizi. Bu joyda ikkita ism keldi. Birinchisi domma bilan, ikkinchisi kasra i bilan. Mana bu ikkinchi so'z birinchi so'zga bog'lanib kelyapti deyiladi. Ya'ni o'quvchining qalami. Bu gapda biror ma'noni topa olmaysiz va sizga biron bir narsadan xabarni ham bermayapti. Shuning uchun ikkita noaniq kalimadan yasalgan kalom deyildi. Biron bir kishiga javob tarzida ishlatilishligi mumkin. Mana bu biroz tanituv edi. Endi o'zi mana bu boshlang'ich nahvda biz nimalarni o'rganamiz desangiz, birinchi mana shu kalimalarning qismlarini o'rganamiz. Keyin asta yoyilib boradi. Bu degani qaysi kalimalar bino qilinadi, mabni, ya'ni o'sha bir holida qotib turadi jumlada. Va qaysi kalimalar i'rob, ya'ni so'zning oxiridagi unlilari, harakatlari o'zgarishligi. Qaysi kalimalar mu'rob, ya'ni mana shunday o'zgarib turadi. 4-inchisi muzori, hozirgi kelasi zamon fe'lini i'robi, o'sha oxirgi harakatlari qanday qilinadi. Keyingisi marfuat. Mana bularni o'z o'rnida tushuntiramiz. Mansubat, keyin majrurat, keyin tavobilar,
ergashib keluvchilar o'tiladi. Birinchisi bu kalima. Biz sarfda ham aytdik, ism fe'l harfga bo'linadi. Ismga misol Ibrohimu, Makkatu yoki Misru. Fe'lga misol o'tgan zamonda kataba yozdi u, yaktubu yozyapti, uktub yoz. Bu buyruq fe'li edi. Uchinchisi harf min. Bu degani dan qo'shimchasini beradi. O'zi mustaqil ma'noni anglatmaydi. Biron bir zamonga ham dalolat qilmaydi, o'tganimiz kabi. Ila o'sha yergacha degan ma'no. An ham dan ma'noni bildiradi va boshqa ma'nolari o'z o'rnida. Fi ichida, qod aniqlik, haqiqatan degani. Ya bu nido, hoy yoki ey degani. So'z turkumini birinchisi bo'lgan ism jinsga ko'ra muzakkar muannasga bo'linadi. Erkak muzakkar rajulun, kitabun, fahmun. Oxirida ta marbuta bo'lmasa, bu muzakkar. Belgilaridan biri shu. Muannas esa oxirida ta marbuta bo'ladi yoki ayollar ismiga ishlatiladi va hokazo. Fatimatu oxirida ta marbuta bor. Maryamu ayollar ismi. Rahmatun oxirida ta marbuta bor. Muannas ismlarning alomatlari 3 ta. Ayol jinsini unga tegishli ism. Ta marbuta aytganimiz kabi sayyaratun, darrojatun, avtoulov yoki velosiped. Ta marbutadan oldin har doim fatha keladi. Agar fatha kelmasa, uning o'rniga ta maftuha, oddiy biz bilgan t keladi. Misol bintun qiz, muslimatun ayol muslimalar. Ikkinchi belgisi alif maqsura, qisqa cho'ziladigan alif. Atsha, mana bu holatda, ya'ni u och degani, bu sifat. Uchinchisi alif mamduda, uzun cho'ziladigan alifga ega bo'lgan bo'lsa. Baydoun, oq. Bu ham sifatga kiradi asli. Ba'zi muannaslarda muannaslik belgisi topilmasa ham va ma'nosi muannas bo'lmasa ham muannas qilib ishlatiladi. Bu kabi muannaslar sama'i, majoziy deyiladi. Misol shamsun, quyosh. Uni sherigi borligi uchun deb aytiladi. Qamar. Qidrun, qozon. Yadun, qo'l. Qo'lni ham ikkita bo'lganligi uchun deb aytiladi. Ismlar adad jihatdan 3 ga bo'linadi. Mufrad birlik, kitabun desa bitta kitobni aytyapsiz. Musanna ikkilik. Bu mufradiga alif va nun yoki ya va nun ziyoda qilishlik orqali ikkita bir xil narsaga dalolat qiladigan ismdir. Misol yuqorida aytdik, kitabni oxiriga alif va nunni qo'shamiz. Kitabani. Endi jumlani ba'zi bir holatlarida harfdan keyin kelsa kitabayni bo'ladi. Bu ham musanna alomati bo'ladi. Ya va nun. Ismda musannaning shartlari topilmasa-yu, lekin oxiriga alif va nun, ya va nun ziyoda qilib ishlatilsa, bunday ismlar mulhaq bil musanna, ikkilikka qo'shimcha bo'lgan ismlar deyiladi. Misol uchun ithnani, 2 raqami. Kiltani, mana shu ikkisi. Kila va kilta. Buni o'z o'rnida batafsil yana o'tiladi, yodlab olishlik kerak. 3-chi adad son jihatdan 3-chi qism jam, ya'ni ko'plik. Ikkitadan ko'p bo'lgan narsaga dalolat qiladi. Muslimuna, musulmon erkaklar. Muslimatun, muslima ayollar. Rijalun, bu siniq ko'plik, erkaklar. Jam 3 xil bo'ladi. Jam, ya'ni siniq ko'plik, taksir. Bu mufrodida biror o'zgarish sodir bo'lgan ko'pliklardir. Yuqorida rijalni aytdik.
Aqlamun asli qolamun bo'lgan. Kitabun ko'pligi kutubun. Cho'ziq madsiz. Ikkinchi turi jam muzakkar salim, ya'ni to'g'ri, sog'lom, muzakkar erkak, ko'plik. Bu mufrodiga vav va nun, ya va nun ziyoda qilinib ishlatiladigan ko'pliklardir. Ko'plikning bu turida muzakkarlarning sifati va alam, ya'ni atoqli otlar keladi. Muslimuna, yuqorida aytganimizdek, az-zayduna. Yana qo'shimcha, jam muzakkar salimning shartlari topilmasa-yu, lekin oxiriga vav va nun, ya va nun ziyoda qilib ishlatilsa, bu kabilar mulhaq bil jam muzakkar salim, ya'ni o'sha jam muzakkar solimga qo'shimcha bo'lgan ismlar deyiladi. Bunga ulu, ishruna kabilar kiradi. Uchinchi turi jam muannas solim. To'g'ri muannas, ya'ni ayol ko'pligi. Oxiriga alif va ta ziyoda qilinib ishlatiladigan jamlar. Muslimatun, hayavanatun, ko'p hayvonlar degani. Mana bularni barchasini daftarga qisqa qilib yozib, qayta-qayta o'qib yodlab olishlik kerak.